Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 4-darsimiz, ya'ni ro harfini o'tamiz. Biza savol tug'ilishi mumkin. Biza o harfini o'tmagan-ku deb. Arab tilida bir xil harflar ra, a deb o'qilmaydi, ya'ni o qo'shimchasi bilan o'qiladi. Bu birinchisi ro harfi. Ro, ri, ro deymiz. Ra emas. Xo'sh, qoidasiga yozdim. Ro harfi o'zbek tilidagi re harfi kabi o'qiladi. Keyin ikkinchi qoidasi o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Mana 4 shaklini yozdim. Arab harflari mana shu 3 katakchani ichiga yoziladi. O'rtasiga ikkita katakcha, tepasiga ikkita katakcha, pastiga. Demak, ro harfimiz ikkita katak pastiga yoziladi. Bu yerda siz yozishingiz uchun men o'zim yozib ko'rsatyapman. Ikkita katakchamizni pastiga. Ya'ni 3 katakni ichiga 3 katak bu 3 katakni pastdagi ikkitasiga yozamiz. Xuddi shunaqa qilib. Ro, ri, ro va qo'shimchalari bor-ku. Ar, ya'ni biza ar harfini o'tganmiz. Ar, ir, ur deb takrorlash qilib daftaringizga yozasiz. Xuddi shunaqa qilib to'ldirib